Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. O yambarını meni içip koygalığım üçün ağız kaytılıp gitip kaldı. Eyüp görmağlar. Görürmenler, bugünkü programımızda biz Germaniyada yaşavatkan müstakil analizci Abdüşkür Hacim'le söhbetimizi teklif kıldık. Bu söhbetimiz arkalık nurgulagan yeni suallar ve biz köngül biladigan bilişki tegishlik mühim noktalar var. Şun qarindaşlarımızdan dikkat berişini ümit qilman. Hazır ekranımızga Hacim kamni teklif qilman. Assalamu alaikum Hacim ka. Qanday ahvalınız? Aleyküm assalam. Nebican qanday afkam özünüz yaxshimi? Yaxshi Hacim ka. Evvel körümellerimizge özünüzü bir kısqacha tunuşturup koysanız, şunu bilen nimemizni başlasak. Assalamu alaikum qarindoshlar. Ekran orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan xush bo'ldim. Bu fursatni yaratib berayotgan Nebijan inimizdan xush bo'ldim. Allohim onlardan rozi bo'lsin. İsmim Abdüşkür Muhammed Taş. Sharq Turkistonning G'ulji shahridan. 1990-yildan tortib G'uljida fevralning oldi va keynida xalqimizni uyg'otish harakati bo'ldi. Şu jarayonda başdan ahir kuchimizdan yetish shu harakatlar bilan shug'ullanib kelib 2011-yili chet elga chiqib ketgan oilam bilan hozir Germaniyada yashab turyapman. Rahmat aka. Unda bo'lsa aka savolimizni boshlab ketaylik. Sizdan bir qancha savolim bor. Hozir hamda biz shu qilayotgan mayli namoyish olsun, mayli shu siyosiy faoliyatchilarning harakatlari olsun, muhacirat qilayotgan ishimizni bir inqilob deb shu inqilob degan temaga yuklaymiz. Shu inqilobimizning xarakteri to'g'risida bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Bu gapni to'xtalishdan ilgari hamda birozroq bir tushuncha beritay. Endi meniki bu ekranga chiqib qarindoshlarımizga bu ta'lim tarbiyalarni bagidek unchalik bilim quvvat o saviyam yo'q. Ammo lekin ilqa vaqtida men bir Sharqiy Turkistonda bo'lib vatanim uchun kuchimning yetishiga kurash qilayotgan bir oddiy inqilobchi bo'lish sifatim bilan vatan millat uchun to'p qo'shish burchim bor. Ammo bu yerga chiqib kishilarga bu bilimlarni bagidek, bular terbiyeligidek seviye yok. Ama vatan millet için kurash qilish burchim bor. Şu burchim yuzasidan bu suhbatni qabul etdim. Hem de fikirlerimde avval deb qo'ysam bo'ldi, to'g'ri xatolik bo'lishi mumkin albatta. To'g'rilik bo'lsa bu Allohning rahmati yordamidan, xatoliklar bo'lsa bilim tafakkurimizning ojizligidan, qarindoshlarimniki tanqidiy muomala qilishni samimiy umid qilaman. Rahmat aka. Xo'sh, unda bo'lsa shu savolimizga o'zingizning ko'z qarashini, bu yerda men o'zimiz ko'z qarashini ifodalaymiz. Endi Sharqiy Turkiston Allah Taala bizga bergan eng katta bir sovg'at. Xuddi dunyodagi boshqa millatlarning hammasiga Allah Taala shu zamin bergan yashaydigan, Yaponlarga Yaponiyani bergan, İngilizlarga Angliyani bergan, Pakistanlılarga Pakistan'ı bergen. Şu cümleden Cenab-ı Allah bizgimi şu ulug' güzel çıraylık Sharqiy Turkiston'ı bergen. Bizden ecdatlarımız avlatdan avlat yani şu zamanda neçe 10 ming yillab yaşab parlaq medeniyetlerini yaratgan, imperiyalarni qurgan, mustaqil yaşab kelayotgan bir isim millatdir. Hem de tarixning chaqi shunda bir cho'gilab biz endi gapni qilsak ko'p bo'lib ketadi. Mustamlika bo'lib qolishgan chaqlab aytganda. Endi biz musulmon millat bo'lganligimiz uchun har qanday bir aql farosatni, har qanday bir javobni, hukmni muborak Qur'oni Karimdan izlaymiz. Alloh taolo shu Qur'oni Karimni bizga berdi. U bizning yo'l ko'rsatgich, mayak yo'l ko'rsatgich chirig'imiz. Unda bo'lsa bu masala qanday qaraymiz deb Qur'onga murojaat qilamiz. Alloh taolo shunda dedi: "Sizlarning ziminlaringlarga tajovuzlar bisib kelgan vaqtida şu zimindeki her ayol her qanday müminge tajovuzga qarshi kurash qilish farz qilindi dedi. Xitoy 70 yilning oldida besib keldi. Shu kun shu minutdan tortib bizga shu tajovuzga qarshi kurash farz qilingandi. Ammo lekin aytgan vaqtda bu farzni biz mukammal to'liq yaxshi ijro qilamidik. Ammo shu farzni ijro qilishga undigan nurg'on
ahli ilimlerimiz olsun, ziyalı alimlerimiz çıkıptı diye üzülüp kalmadı. Ama biz bulara yaxşı destek bulamayız. En ahırda bugünkü günge kayıp kaldık. Bugünkü günge kayıp kaldık. Endi şu noktadan elip etkan vaxtida Allah Teala tecavüzçü karşı küreşini bizge periz kılganken bu inkılap en katta bir ibadet. Hemen nurgun nutuklarımda sözlevatıman kayrindaşlarımız en aval bu inkılapның katta da ulug' bir inkılap ibadet ekanligini bilish kerak. Mana bu inqilobninki islomdagi xarakteri. Bu odatdagi nuqul bir siyosiy faoliyat emas. Katta bir ulug' bir ibodat. Endi har ibodatning o'ziga tushliq ahkomlari bo'ldi. Masalan, namoz bir ibodat. Uning ahkomlari nima? Namoz qilish uchun avval biz tahoratlarni ilib, eginlarimizni pok tutib, joy namozlarimizni pok tutib, pok yerda namozimizni bejondan o'rnatishimiz kerak. Mana bu namozninki ahkomlari. Bu ibadetin ahkamları. Endi tecavüzçü karşı küreş kılış bu küreşninki bir ahkamı buludur. Bunun ahkamı nima? Birinci ahkamı Allah bizge periz kılgan bu küreşni. Şunun için biz Allah'ın razı kılış için Allah'ın aldığı bir cevap berimiz kıyamet günü şu yerde cevap yaxşı berişimiz için çokummuş inkılapka katmışım gerek deydiğen mavu birliğe ulug' to'g'ri bir ko'z qarash avvalma bo'lishi kerak. Eng avval qilgan ishimiz shu qalbimizda Alloh bizga ato qildi, buni farz qildi. Biz cho'qim shuni qatnashmasam bo'lmaydi. Men qatnashmasam qiyomat kuni qanday javob beraman? Menga o'lmaydigan bir Allohning dargohiga borganda men qanday javob beraman degan eng avval mavqum bo'lishi kerak qalbimizda. Bu birinchi. İkinci hukm bizniki inqilobga qatnashgan barliq qarindoshlarimizni barliq do'stlarimizni o'zimizning diniy qarindoshi, milliy qarindoshi, vatandoshimiz, o'zimizning yurak parimiz, bag'rimiz deb bilishimiz kerak. Masalan, Payg'ambar alayhissalomning vaqtida sahobalar bir-birini ana shu darajada yaxshi ko'radi, shu darajada qarindosh bo'lgandi. Şu vaqtida bu inqilob andan g'alabaga erishdi. Demak, biz inqilob ustidagi har bir do'stlarimizda qarindosh deb bilganda, inqilobni Allohning roziligi uchun ib bo'lgan vaqtida andın bizden kılıvatkan işimiz Allah gösterken yolgu düşüdü. Allah gösterken yolgu düşüdü iken biz galbi kılımız. Allah gösterken yoldan çıktı iken biz galbi kılamayız. Endi işimizdeki hazır nurgun fitne pasajcılıklar var. Fitne pasaj. Muşna hemmisi tüp menbesini verdiğinde inkılapның karakterini ve bunun uğrununu bilmevatkanlığından bunun nokul bir siyasi faaliyet debde karab kalganlığı üçün hasetxo'rlik, ichki yomonlik hamma narsa mavjud bo'ladi. Buni faqat Allohning rizoligi uchun qilaman, Alloh shuni mendan so'raydi ekan emasmi degan hissiyat kelgan vaqtida qarindoshlarimizni biz qarindosh deb bilmasak do'stlarimizni bo'lmaydi ekan degan vaqtimizda ishchimizga fitna fasodchilik, maynachilik tamoman tugaydi. Bu meniki bu inqilobga tutgan pozitsiyam. Xo'sh, unda bo'lsak, naydi yaxshi so'zlab berdingiz. Endi mushu bizning vatan sirtida teşkilatlarımız nayet edecek. Nurgun teşkilatlarımız var. Her bir devlette 2'den 3'ten. Hem de dünyanın sanıp gelsek 50-60 hatta 72 birip kılışı mümkün. Çünkü teşkilatlarını koşduğumuzda. Hem de bu teşkilatlarının ki kandak şekilde ortak hemkarlığını işgaşı oldu. Hem de teşkilatlarının köplüğü üstüde bazı nurgun fikirlerini kılvatıdı. Biz yaman bir çeçilip gettik, bölünüp gettik. Bir teşkilat var. Bu birlik ikilenmedik. Deydi qarindoshlar. Biz birlik kelishimiz kerak diye deydi qarindoshlar. Her türlü o'zining fikrlarini o'tirib qo'ydi. Hani mening o'zimning nazarimda tashkilotlarning ko'p bo'lishi inqilobning dastlabki bosqichida bu normal ahvol. Bu mandajizganda bir boylik, Hani bu tashkilotlarning fikrlari o'xshamaydi. O'xshamagan fikrlarning o'zimi bir boylik. Birga odamga nisbatan aytgan vaqtida. Endi menimcha qavvata bu tashkilotlarni o'z oldi qo'yib berish kerak hozircha. Hamma tashkilotlar xizmatni qilish kerak. Bu tashkilotlarni jiqib qilishning sababi qanday bo'ladi deganda birisi insonlarningki masalalarni hal qilish ko'z qarashlari o'xshashmaydi. Birisi manday yo'l bilan hal qilaman deydi, birisi manday yo'l bilan hal qilaman deydi. Hal qilish usul choralari o'xshash bo'lmaganligi uchun shu masalani hal qilish
usul çağrıları o'xshash ideyadagi mijozi, siyosiy yo'li o'xshash keldiği odamlar tabiiy holatda tashkilot bo'lib shakllanadi. Birlashib maishni qilaylikchu deydi. Maishni qilaylik deydi. Shuning uchun aytgan vaqtida bu tashkilotlarning ko'p bo'lishi ashuni o'qiyotganda ancha xatarlik ish emas. Endi bularni inqilobning bosqichlari o'zi oldi qo'yib berish kerak. Xuddi 5, 6, 7, 8, 10 sportchini, uzun yuguradigan sportchilarni maydonda o'qni bir tiplar ularni musobaqa qo'yib berganga o'xshash bularni mushu musobaqa qo'yib berish kerak. Endi qo'yib berish jarayonida bu ba'zi tashkilotlar xalqqa manfaat yaratib real oldiga uchrayotgan masalalarni yaxshi hal qilib, u o'z jamiyatni tushungachga, siyosatni tushungachga, vaziyatni tushungachga to'g'ri bir yo'l tepib masalani hal qila oladi. O masalani hal qilib xalqimizga bir xizmat ko'rsatgandan keyin asta u zo'riydi, taraqqiy qildi. Endi ba'zi tashkilotlar shu degan vaqtida ular masalalarni hal qilolmaydi. Xizmat qilolmaydi yoki natija yaratolmaydi. Natija yaratolmagandan keyin ular qanday bo'ldi deganda asta o'ziniki qilayotgan xatoliklarni tunuydi. Tonib undan keyin ahvollarni, yo'llardan, siyosatlardan, usul choralardan undan keyin o'zgartib, sen mukammal ishga qarab yuzindi. Mukammal. Andan keyin asta tabiiy holatda tashkilotlar yug'urilib, birlashib, burun 70-80 bo'lsa keyin 40-50 kuchib, andan keyin 20-30 kuchib bu tabiiy birlashidi. Men doim tashkilotlarningki tabiiy birlashishni orzu qilaman bu bir. İkinci teşkilatlar başka teşkilatlarga aralashib olmay, eng muhim narsa de başka teşkilatlarga aralashib olmay, teşkilatlar o'z oldiga shu vatan millat uchun xizmat qilaversin. Endi hozir bo'layotgan narsa bir xato bir narsa nima deganda tashkilotni quriblar, boshqa 20 yil 30 yil xizmat qilayotgan tashkilotlarni inkar qilib, o'zi bir xizmat yaratib bir natija yaratmay turib o'rnidan qo'pablar, tashkilotni quriblar, boshlaydi boshqa tashkilotlarni tillashni, ularni haqoratlashni, ularni tanqidlashni boshlaydi. Endi qiyomat kuni har odam o'zining ishiga javob berdi, boshqalarga javob bermaydi. Bu inqilob biz Alloh roziligi uchun qilayotgandan keyin biz o'zimizning ishiga javob beramiz. Boshqa tashkilotlarning ishiga biz javobgar emas. Bizden Allah Teala sen başka tashkilotdan tanqid qildingmi? Unaga ega bo'ldingmi? Uni so'ramaydi. Sen nima ish qilding? Sen nima qila olding? deb bizdan shuni so'raydi. Shuning uchun biz qarindosh tashkilotlarni agar ular xatolik bo'lsa, chiroyli o'tirib qo'yib deymiz, taklif fikrlarimiz bo'lsa. Animizda o'zining ishi. Ammo biz o'zimizning tashkilotiga mukammal ega bo'lib, boshqa tashkilotlarni o'zimizni ko'tirman, o'zimizning tashkilotni ustun qilaman deb başka teşkilatlarını düşürdüğün, ularını guvalashtirdiğin, ularning xizmatini inkar qildigan hata kuchidan el vatan uchun kuchimizdan yetish xizmat qildigan ko'chaga kirishimiz kerak deb qarayman. Mushundaq ideya, mushundaq ruh bo'lganda boshqa tashkilotlarni hurmat qildigan, boshqa inqilobchilarning xosligini hurmat qildigan, o'zimizning ishiga o'zimiz ega bo'ldigan mana mushundaq yo'l bilan mangan vaqtimizda Allohning rizoligini deb Allah Teala bizni qanday qildi? Tabiiy holatda birlashtirib berdi. Masalan, Allah Teala bunda dedi Qur'oni Karimda: "Ey Muhammed alayhissalom, men atrofimizdagi insonlarning qalblarini sizga birlik keltirib bermagan bo'lsam, siz butun dunyoning pulini xarjlab ularni birlik keltirolmaydingiz" dedi. Shuning uchun Allah Teala Payg'ambar alayhissalomning ey Muhammed alayhissalom, siz ularga faqat xabarni yetkazib qo'ying. Ularni hidoyat qilish mening ishim dedi. Demek ki biz teşkilatlarga aralashib olsak, ularni tanqidda bu ko'chaga kirib qolsak, u bizning tanqidimizdan o teşkilatlar o'zgarib qolmaydi. Ama do'stlik holati chiroyli takliflarni berib, o'zimizning ishga o'zimiz mustahkam ega bo'lsak, Allah ko'rsatgan yo'l tushishimizda tushgandan keyin Alloh taolo bizni asta birlashtirib, mukammal bir cho'ng tashkilotni, isil rahbarlarni Alloh vujudga keltirib berdi. To'g'ri. To'g'ri aka, shuning bilan birga hamda bu tashkilotlarning nomida hamda hozir da'voning biroz xalqaro kun tartibda bo'lishi, har qaysi davlatlarda bir jonliq kayfiyatlar bo'lishi bilan birga da'voni suiiste'mol qiladigan bir turkum insonlar o'tirg'i chiqib qoladiqchu.
Bazılarının nazarida maşında kılık bayrağını götürüp çıkıp koçuğa çıkıplam ya olmasa birer yerim mında bir devlet erbapları ya olmasa parlament azaları bilan mında bir rasm güçlü koysa şunu inqilab deb tushunib qoladigan ish bo'lib qoladi. Yani resmi inqilabchi bilan xuddi resmi rasmalchisi uning bir saxtisi chiqqanga o'xshash. Hozir tashkilotlar qurilib bir ish qilayotganda uning o'zini dabdabalik ism qo'yib oladigan va yoki dabdabalik teşkilatның namını dəbdəbəli qoyulub, amma onun layiq iş qılmay, elə xalqni mındaq, qaymuqtırıb atqan yoki bo'lmasa, üzək söz taqitib insonlarni mındaq qilib atqan insonlarmi bor. Endi mushundaq saxta bilan rostni qanday farqlantirishda xalqimizda biroz qaymuqishi bor. Buniga qanday qaraysiz? Endi biz endi teşkilatlarımızdaki endi en mühim narsa teşkilatın sani jihog'an bilan endi teşkilatımız birleşip Sharqiy Turkistonning bir qizil siziqini belgilab kerak. Eng oldida-chu. Zaten bizim qizil siziqimiz qayerda? Ma'nosini belgilab olgandan keyin ba'zi saxtikorlarniki qizil siziqi desep qizil siziqdan chiqib olganligi osonla oshkor bo'ladi. Andan keyin inqilobda mayli bugünkü işte olsun, mayli ilgili kişilerde olsun, hatta Peygamber Aleyhisselam'ın vaxtida mı inqiloblarga, şu cihadi kurashlarga asiylik qilayotgan, aşağıda fitne fasad teriyotgan aş adamlar batdi şu vaxtida mı? Peygamber Aleyhisselam'ın vaxtida fitne fasad teriyotganlarniki avlodlari hozirgilari. O'xshashlar qiyomat kungacha davomlashaverdi. Endi biz bularga ergishib biz Xitoy bo'lgan kurashni tashlab qo'yib, Malav bilan ergishadigan ko'chaga kirib qolsak deganda, buning maqsadi shu. Bunun maqsadi shu, biznikilik inqilobga bo'lgan, Xitoyga bo'lgan kurashimizni qachon men to'sab qo'yamankin, qachon men bilan yetishib, Xitoyni oyoqqa qayirib qo'yib, men bilan yetishadigan ko'chaga ekirib olaman deydigan insonlar bor. Ana bu jin shaytonning kendiga ergishayotgan insonlar ta davri qiyomatgacha bu mavjud bo'ladi. Uning uchun qanday qilishimiz kerak deganda, uning uchun avval mümkün bo'lsa biz vatanimizni ozod qilishdiki bu qizil siziqimizni belgilab, cho'ng jihat fikr birligimiz, ya'ni maqsadimiz vatanga xizmat qilish, xalqni qutuldirish, tajovuz Xitoyga qarshi turish. Ammo kichik jihatlarda fikrlarimizning har xil bo'lishiga hurmat qilishimiz kerak. Hurmat qilib, alqalab ilgirlaverishimiz kerak. Endi az saxtikorlar degan vaqtida u bir mezgil saxtikorlik qila oladi. Uzun bir davom qilmaydi. Masalan, ba'zi odamlarni ko'rdikda, hech qanday bir şey kelgan 10-20 yil bo'lgan, hech qanday natija yaratmay, tashkicha o'sha tashkilotlarni haqoratlab, tashkilotlarni tanqidlab yurgan odamlar bor. Kelgan 20 yil bo'lib ketganda, eng oxiri xalq qanday bo'ldi? Voy sen şu teşkilatlarını hakaretle olsan, tilavasa, kâginin 20 yıl oldu. Ondan sen neymiş kıldın zaten? Deydi o halk mı? Halk neydi? Akıllı. Endi o adamlar, o aldamcı saxtikarlar halkın akıllı geldiğini bilmeydi. Halk aman anandakin bunu şu akıl tarası salıdı. Qaysi teşkilatlarının hizmet kılıvatkanlığı, qaysi teşkilatlarının ki aldamcılık kılıp, aşında şöhretperestlik kılıp, yalgancılıkın koçusu kırmağanlığını halk almışı bilirdi. En iyisi nime degende netice. En iyisi mesele netice. Biz neticemiz arkalı halka cevap verimiz. Neticemiz arkalı cevap vergendikin halkın kalbinde obrazımız tiklindi, ornumuz tiklindi. Çünkü halk nayaydı, akıllı halk diyen. Anladın halk çokum doğru bahane bereleydi. Hem saxtikarlar ahiri şallanıp çıkıyordu. Dünyada saxtikarlar galba bakan emez. En mühimi biz hak ve doğru yolda özümüz müstehkem tutsak şu diye vakta Allah Teala bizi kalbiga eriştirdi. Çünkü Allah Kur'an'da ne dedi? Ulan bizni ve müminlerini aldırmakçı buludu. Ama ahirde ulan özünü aldaydı dedi. Bu saxtikarlar ahiri özünü aldaydı. Özü şallanıp çıktı. Hakiki sap hizmet kılıvatkanlar Allah'ın razılığında bütün vücuduna hizmet. Aşağı kalbi kılıdı. Bunun korkması gerek. Şundak. Hem de bazı vaqtlarda şu WhatsApp toplarında şunda insanlarni bearem qildigan so'zlar nayt kengri tarqalib ketibdi. Tarqalib ketgandiki insonlarni qalasa, bütün hamma narsa shunda deyotgandek salbiy jihatdagi narsalar yoki salbiy jihatdagi obrazlar kengayib ketib qolgan o'xshaydi deb o'ylab qoldigan ishlar mavjud ketdi. Shunga insonlarda buni farqlantirib olsa, bunga nisbatan bir şekilde
to'xtabdi. Bu bir qism insonlarning gapi, buniga ishinib ketish yoki buni men o'z qo'lim bilan taqitib gunohga sherik bo'lib qolmay degan nuqtada. Lekin ba'zi insonlarimiz nihoyatda oddiy ekan. Oldiga nima kelsa, ha, mush bir odam so'zlagandek rost o'xshaydi deb qoladi ekan. U odamning ham siz degandek 15-20 yil, hatto 30 yil, 40 yil mush vatan sirida yashab turibmi? Hozirgi ishtiqmish qilsa, ashulaqa to'nglik kishilik to'nglik nilaqa quduqning ichidagi paqanagidek o'zining doirasini ko'rib, boshqa umumiy jihatdagi insonlarning, umumiy jihatdagi xalqimizning hayoti, hozir zulayotgan zulmi va yoki boshqa yaxshilarga faqat nazar solmaydigan, o'zining kallasidagi tushunchasilarla salbiy jihatdagi narsaga qaraydigan va shuni ko'chlab, shuni insonlarga shuni zarba beradigan, yili san'atchisini tillayotgan, yili yozuvchisini tillayotgan, yili boshqa bir shu o'tirdagi insonlarni tillayotgan, tillab ashuningdan huzurlangan insonlarni ko'ryapmiz-ku. Shu muhacirat yashab turibdi. Ama ashta insonlarning gapini olsa to'xtabdi. Ma inson qanday insonti, bu inson qanday yashaganti deganni anglovchilar nazardan o'tkazib o'tib, anandiki uning gapiga quloq solsa, nayt yaxshi deb qarayman. Chunki ma gapimiz men udil kelganligi uchun aka meni qistirib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Endi yana bir savolim aka. Bu hozir masalan musulmon davlatlarningki, musulmon davlatlar dinimiz, musulmon shaklidagi hukumatlarningki, shu Sharq Turkistondagi zulmga qarshi irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi olsun yoki bo'lmasa ashadagi zulmning bo'layotganligiga nisbatan hattoki bilash tashlash to'g'ri kelib qolsimi, ayni o'tgan yildagi 54 davlatning ichida nurg'unlagan Saudiya Arabiston deymiz, masalan Pokiston deymiz degandek, atoqli musulmon davlatlarningki Xitoyga nisbatan to'g'ri qilyotsa, sening siyosating to'g'ri degandek ovozlarni berganligi muhaciratlik olsun ve vatandaşlık olsun halkımızın aydı bir yaram kılalı. Çünkü bizning kimligimizde musulmon kimlik var, hem Türklik kimlik var, hem çoğu degende bir insanlık kimlikimiz mevcut. Bunun nispeten bu muhaciratlik insanlarning, muhacirat halkımız hatta bizde hem musulmon devletlerdeki nima uchun bunda payda menfaat uchun bo'layotamdi yoki bo'lmasa qaysi bir menfaat uchun Xitoyning tarafini elib, mushunda irqiy qirg'inchilik yo'qolish kirda berayotgan bir Uyg'ur millatiga Sharq Turkiston xalqiga nisbatan nima sukutni tanlaydi deb bunga nisbatan nayti ba'zi insonlarda har xil alatlar cho'kil masalan tillayotgan yoki bo'lmasa unga nisbatan qarshi bir shaklda nima qildi ahvollar bo'layotdi. Bunga nisbatan biz qanday pozitsiyada bo'lsak to'g'ri bo'ladi deb qaraysiz? Endi bu musulmonlik ro'yimiz o'chayotgan vaqtida ularninki bugun Xitoyning tarafini elishi tamamen xato. Tamamen xato. Haqiqatan adam seskinadigan, haqiqatan adam g'azablanadigan bir ahvol. Ammo lekin aytgan vaqtida Uyg'ur xalqida bir gap bor. Pishning ochig'ida chaponni o'tqizsamma yomonlagan abdalning hujini g'uvay degan gap bor-ku. Endi real ahvol mana shunday bo'lgan ekan, bizmi kallamizni real ahvolga mos bir real kalla barliq keltirishimiz kerak. Shuning uchun Janobi Alloh Qur'onda nima dedi? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dedi. Mendan yardım tilanglar sizlar. Meni yordaminglar, meni shig'langlar. Mendan yardım tilanglar dedi-ku. Shuning uchun ashada bo'lmasa bizdan musulmonlardan yardım tilaydigan yoki bo'lmasa liderlardan yardım tilaydigan bir gaplar bo'ladi. Unda demidi. Endi ularga haqni tashviq qilamiz. Ular haqni anglab bizga yordam bersa, o'zining og'zidan chiqqan shu mazlumlarning yenida turaman degan gap bo'yicha mazlumlarning yenida tura olgan bo'lsa, Alloh taolo ularning mushkullarini albatta oson qilib beradi. Ammo lekin ular unda qilmagankin, biz ular bilan kashkichi ergishib, ulardan xafalab, ulardan ranjib, bu ko'cha kirvasak deganda, bu manchi to'g'ri ko'cha emas, cho'fqin. Bu to'g'ri ko'cha emas. Endi Xitoy mening nazarimda Xitoy musulmon liderlarni setib olgan bilan musulmon mamlakatlardagi hokimiyat partiyalarni setib olgan bilan, u yerdagi bir necha bir ostandagi g'alchilarni setib olgan bilan keng musulmon xalqni setib ololmaydi. Shu biz g'azablanayotgan musulmon mamlakatlarda bizga yordam beradigan, biz uchun qon beradigan shirjurak ne isil azimatlarning insonlarning borlig'ini biz hargiz unutib qolmasak bo'ladi. Hargiz unutib qolmasak bo'ladi. Shuning uchun ular bizga yordam bersa, yordam berdi. Yana chiroyli ularga
teşvikatlarımızı izchil davamlaştırışımız gerek. Bu bir. Anınken ulanın insaflarına dua kılışımız gerek. İki. Anınken biz şu Müslüman memleketlerdeki ammevi teşkilatlarga keng halk amisi bo'lgan teşvikatını izchil qanot yaydirishimiz gerek. Endi Müslüman memleketlerinki kuruluşuna erişemeyen bazı taraflarını biz daim başkalardan rengiş pozisyasızlar nime kılmay, onu analiz kılmay, özümüzden izleyişimiz gerek malum neslerini. Mesela biz kançılık hizmet kılalıdık Müslümanlara. Kançılık ular tesir görsün. Hazır Xitay milyat pul harcayıp Müslüman memleketlerde ana aşında teşvikatlarını yapıyordu. Amilikin etkada muşu teşvikatına nispeten bizden derneklerimiz, bizden teşkilatlarımız, bizden inkılapçılarımızdan özünün kançılık nimesi var, köz karışı var Müslüman nispeten. Özleri aşı Xitay teşvikatı şunun için mühimde pilatıdı. Ona da paylıp önümünü görebiliyordu. Ama biz şunu kılalıdık mı? Ma mühim nesçi? Mamuyun nese. Şunun için ben demek ki o rencişinin kutusu kırıp özümüzden yaman çarçıtıp peskik icatını özümüzden aldırıp etmemiz gerek. Çünkü dünyanın ilgisi Allah. Bizge kalbini berdiğin Allah. O lider bizden unutup ketken bolsa, mehriban Allah unutup ketmeydi o. O lider bizden Xitayga setip etken bolsa, mehriban Allah bizden Xitayga setip etmeydi o. Şuna biz Allah'ı şerik keltirip olmasımız gerek. Aşı liderlerini, hakimiyet biz partiyeni Allah'ı şerik keltirmemiz gerek. Şunun için biz Allah'ın ağamçılığı için isilip, o biz taraf bu muhatta liderlerine yanına olan insafı dua kılıp, ularga yanına çıraylık teşvikat işlep ama zor gücümüzni ammevi teşkilatlarga, ürkütücü partiyalarga, keng halk amısı karşımız gerek. Ammevi teşkilatlar, keng halk amısı ürkütücü partiya arkalık az setilip ketken, Xitay taraf tutup atkan liderlerga, yakımız partiyalarga zor bizim şekillendireleyimiz. Bu bir kettir. İkinci o lider, o hakimiyet biz partiyalar mengü tutmaydı. O az vakit durdu o. Anadaki kitidi. Anladık biz küreşni Allah kösetken yolda doğru kanat yaydısak desek Allah çokum dünyanın vaziyetini bizge paylık kıpıyordu. Şu parlamentini biz için avaz çıkırdan kıpıyordu. Şu Allah, şu devletini biz için avaz çıkırdan kıpıyordu. Şu Allah. Hazır endi bazı bizim bir pidaylarımız var. Allah onlardan razı olsun. Ben nahit hoş bulmam. Ne diyeyim 5 minutluk, 7 minutluk, 10 minutluk videolarını işlep. Şu İngiliz tilde, Arap tilde, Türk tilde, Kazak tilde tınmay takıtıp atıldı. En katlı cihat ne? Hazır en katlı uluk inkılapını şu kırındaşlarımız kılıp atıldı. Şu kırındaşlarımızın ki ailelerini Allah hatırlayacağım kısın, tellerini sakısın, birisini yüz bin en iyisi derecesine olsun. Çünkü nöbette kayıs hizmet biz için en mühim. Hazır kılışık tegişli hizmetini kim yaş tutup kılalıganken aşı en takvadır adam. Peygamber Aleyhisselam öz zamanısını düşüngen mümin en takva mümin diyen. Şunun için öz zamanımızın düşünüşümüz gerek. Zamanımızdaki en mühim narsa Müslüman memleketlerge, bulup mu halklarga, Xitay'ınki Uygur Müslümanlar kılıp atkan zulümü, İslam kılıp atkan zulümlerini tınmay teşvik kılgan vaxtıda anandakin aşağıdan minglap, 10 minglap, 100 minglap asta xuddi ziraat köklep çıkandek nurgun milyonlagan adamlar, 100 minglgan adamlar köklep çıkıdı. Bizni kollaydigan, bizni kuvvetleydigan. Şarkı Türkistan'daki meselesinin en ahırda qaysi kesim bilen hal boşunu hiç kim bilmeydi. Şunda bir günü Allah Teala biz şu ruhqa, şu ideya kelgandan keyin Allah Teala bizge şu Xitaydan üçümüzni alıdigan şundaq narsani qo'limizga berip şu yo'lni ichib bergandiku bizning keynimizga qarab baqsak milyonlagan, 100 minglgan o't yurak azimatlar keynimizda turgan bo'ladi. Uning uchun bu azimatlarga hozirdan tartib biz urug' silishimiz kerak şu memleketlarga. Uning urug'i qaysi? Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlar qilayotgan zulm Xitoyniki. İslam kılıbatkan zulümünü tınmay 5 minutluk, 10 minutluk, 7 minutluk videolardan her şekilde tınmay işleş gerek. Muşluk meblağ siliş gerek. Bizim derneklerimiz bana mühim dersini düşünüş gerek. Daim dernekler, teşkilatlar paralel hizmet kılıp, paralel koçuk kılıp, birisini yap, ben kalam diyeyim, sen onca hizmetlerini kılamagan men kılgan. Neticini men yaratkan dep ma'unaqa hasadxo'rlikniki de manda bir ko'chasiga kirib qolib undan chiqib vatan millat uchun amaliy xizmat qiladigan o'zini ko'zitish emas Allah'ın razılığını tilab qiladigan ma ko'chaga kirsak
Bizning işimiz intayin oson. G'alaba Shunday. qilamiz. Chunki dünya Allah'ın kuluda. Allah Teala biz tesirlendirersek ameli hareketimiz arkadan Allah bir gecede bir günde dünyanın vaziyetini bizge paylı kılıp berdi. Xitay tecavüzçilere paydasız kılıp berdi. G'alaba degan şu. Shunday. Nayt yaxshi gap qildingiz aka. Hamda hozir shu siz degandek, masalan, hozir shu demokratik davlatlar, masalan, mayli Amerikada bo'lsin, mayli Kanada, Avstraliya, mayli Yevropada bo'lsin, hamma yerda shu nima tashkilotlar bor, islom tashkilotlari bor. Yevropada yashayotgan necha 10 million, hatto Fransiyada 5 milliondan ortiq musulmon bor, misolga. Bizning Shvetsiyada 1 millionga yaqin musulmon bor. Demak, nima deganda, mushta musulmon ommaviy tashkilotlarning kuchiga sal qaramaslik kerak. Bular g'arb davlatlarida yashayotgan bu musulmonlarningki hech qanday bog'lanishi yo'q, yo hukumatidan qo'rqib qoldigan yoki bo'lmasa ularga bosqi qildigan bunday bir ahvollar yo'q. Hamda shunga nisbatan bularning ommaviy tashkilotlarning kuchidan nayt yaxshi foydalanib, bulargami irqiy qirg'inchilik bo'layotgan nayt sizga ham degandek qisqa videolar bilan shu davlatning tilidan qisqa shaklda hozirgi nurg'un uchurlar chiqyapti vatandan. Shu uchurlarni siz degandek anda taqitish yoki bo'lmasa ashta yo'llash Adetdeki ularning o'zida güçlük mındaq sosyal media toplari borchu. Ashlar orqali yetkazish nihoyat muhim deb qarayman. Yana birisiga akamiz gapingizga qistirma shaklda nima qilyapman. Anadagi Turkiyadami yaqin 25-yilda Wang Yining keldiganligi to'g'riliq bo'lgan sosyal medialar nihoyat muhim o'rinda turyapti. Siz degandek o'qitish partiyalarining kuchidan foydalanib bu vaqtda bizning o'tirg'i ko'chaga chiqishimiz yoki bizning shaklda bir yerga ish qilishimiz shaklimga uchraydi-chu. Bundan qanday qilish kerak deganda, o'qitish partiyalarining bilan birlashib turib, shularga hamnafas shaklida ularning yo'l boshlashi bilan bizning odamlarimizning qatnashishi bilan ba'zi bir faoliyatlarni ilib berishi. Masalan, irqiy qirg'inchilik 10 mart kuni nimadan o'tmadi, majlisga kiranmadi. Ammo kiranmagan bilan yana o'qitish partiyalarining yoki ommaviy tashkilotlarning shu yerdagi shular deyish orqali, shular bilan siz degandek tushuntirish orqali, xalqni uyg'otish orqali hükümetki besim qildigan yo'lni tepish nihoyat muhim. Bularmi bugungi Turkiyada bir coğrafiyalik milliy rayonda bu vazifaning izchil turda har xil shaklda bir tashkilotga, bir dernekka uyagili qapsilib qolmay, har xil ommaviy uslubda, har xil usullar bilan bir fikirga yana biz kirib olmay, tushunami ya? Har xil shaklda akademiklarga bo'lsin, san'atchilarning qatoriga bo'lsin, diniy tashkilotlarning yeniga bo'lsin, tushunami ya? Hammasi o'zining kategoriyasidagi, o'zining xizmat doirasidagilarga xizmat qilsa, birlam bizning diniy islomiy tashkilotlarga bog'lanib qilishning o'rni yo'q. Masalan, san'atchilar tashkiloti bor, misol uchun, ommaviy san'atchilar bor. Anaqadagi akademiklar bor. Masalan, o'quvchilar dernek uyushmalari bor. Mushlardami unumli foydalanish pek muhim deb qarayman aka. Allah razı olsun, to'g'ri. Bir shaklda qistirib berib qo'ydim. Yana birisi akamda shu bizning ba'zi bir insonlar shu ijtimoiy to'plardan anglab qolamiz. 70 yilning yog'i tashkilotlar yoki bo'lmasa qurilgan har xil shakldagi ommaviy jamiyatlar Sharq Turkiston uchun nima ish qilib beradi? Ular hech chiqib bermadi. Hatto Xitoyning bir tal mo'yni tavirtanmidi deb mundaq salbiy gaplarni jiqroq qiladigan insonlarning mundaq qizg'inligiga mundaq su sepadigan bir insonlar mavjud. Bularning gapini ba'zilar anglab, ha to'g'ri 70 yilning yog'i hech nima bo'lmadi, ishim qilinmadi deb o'ylab qoldi ekan. Siz buna qanday qaraysiz? Endi bu bakmaliqa adolatsizlik bilan aytilgan bir so'z. Menda yig'inchoqlab aytgan vaqtida tashkilotlar hech nima qilolmadi degan birinchidan nihoyat adolatsizlik bilan aytilgan so'z. Ikkinchidan intayin mantiqsiz bir so'z. Xo'sh. Adolatsizlik bilan aytilgan so'z deganda tashkilotlar qildi nurg'un xizmatlarni. Alloh rozi bo'lsin qarindoshlarimizdan tashkilotlarni qurib kecha kunduz xizmat qilayotgan qarindoshlardan. Bu odamlar ularning xizmatini inkor qilgan bilan mehribon Allah femen ya'umen misqal zarratin hayran yara deydi emasmi? Men sizlarning zarrachoqlik qilayotgan ishinglarni unutib qolmayman dedi. Shuning uchun bu insonlar unutib qolgan bilan, ko'migan bilan mehribon Allah ko'rdi ularning qilayotgan ishlarini. Xo'sh. Biz endi mana bu yerlarda turyapmiz, kichikina bir namoyishga berib kelamiz desak, eng oddiy bo'lganda bir 2-3 so'm qaydab berib kelamiz. Bizning pullarimizni ko'tarayotgan bir yer yo'q. Uning oldiga qaraganda, bizga qaraganda 20-30 yilning yog'i kecha kunduz xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz bor.
Ular albatta mushu o'zimizga nisbat selishtirgan vaqtda ajoyib katta ajrlarni qilyotdi. Endi bu amaliyotga cho'kkan odam, ularning o'zida qilib boqqan odam, ularning ajrining kattaligini, ularning jafosining naqadar katta ekanligini biladi. Endi bu odamlar Uyg'ur xalqida bir gap bor, ko'zi yumgan po'qini yapti debdi. Ko'zi yumbilibla qasdga ko'makisga silyapti. Bu axloqsizlik yotdi. Endi Alloh taolo Qur'onda dedi, kafirlarni yomon ko'rishinglar ularga adil bo'lmasliklariga sabab bo'lib qolmasin deyapti. Bu yerda adillikni deyapti Alloh taolo. Kafirlarni yomon ko'raman deb ashta adil muomala qilmanglar dedi. Endi bizmi inqilobchilarimizning tashkilotlarimizning yoqtirmaslik sababi bilan ularning qilayotgan amaliy natijalarini inkor qilsak qanday bo'ladi? Allohning g'azabiga uchrab qolamiz. Musulmon odam har bir so'zni qilgan vaqtida umrimizda bir farishta var, so'ngimizda farishta var, uni yezib turdi. O yezib bo'lgan kun u uyushmaydi. Qiyomat kuni uning javobi bermas. Shuning uchun baho berganda de adil baho berishimiz kerak. O'zimiz yaxshi ko'rgan tashkilotni maqtab uchirib, kichikini ish qilib yo'q ko'rsatib, o'zimiz yomon ko'rgan inqilob, yomon ko'rgan tashkilotda har yo'g'on ish qilib qolsa, uni cho'ktirib yo'q qilib yursak deganda bu nima tushundirdi? Allohning qo'rqmaganligini tushundirdi. Avval odam bir haqqoniy bo'lishi kerak. Endi mantiqsiz dedim men, ikkinchi bu gap mantiqsiz dedimda. Mantiq nima uchun mantiq uyg'un emas deganda bir tashkilot, bizning tashkilotimiz shunchaki ojiz. Mayli moliya kuchidan bo'lsin, mayli odam kuchidan bo'lsin, texnik kuchidan bo'lsin, bir ojiz tashkilot tursa. Endi bu Xitoy degan haybat zo'r bir Amerika bilan hozir basishayotgan yo'g'on bir iqtisodiy bir cho'ng kuch tursa, bu kichikgina bir tashkilotni qo'pab, yo'g'on Xitoyni sen bir nima qilolmading, hech nima qilolmading desa, 3 yoshli bolani yo'g'on bir mishkab uni sen ko'tarolmading deb boladir ranjigandek bir yash. Ozroq bir o'qigan odam bo'lsa, menda mantiqsiz gapni qilmaydi. Endi men tashkilotlarning garchi Xitoyning bir mo'yini ta'virtanmidi degan bilan amaliyotda tashkilotlar nima qildi desa, Uyg'ur zulmini, Uyg'ur qirg'inchiligini butun dunyoga anglatdi. Butun dunyoda Uyg'ur masalasini haqiqiy cho'ng bir siyosiy masala qilib, mushni ashqoldi. Bu siyosiy inqilob degan bugun bir ishni terisizlar, bu uruq emas, bugun terib qo'ysa ayat unib chiqadigan. Hatto ba'zi inqiloblarga 200 yil, 300 yil ketdi hokimiyatni ag'dirib o'tolmay. Hatto bu biz tarix o'qigan biladiku. Her bir sulolani, her bir neslini ag'dirishga kelgan vaqtida ba'zi hatto ashyoda o'lib ketdi, ahmaydi. Mesela Rusya'da qanday oldu? Rusya'da Rus jangirlar besib kelganda Ruslar qarshi inqilob bo'lmadimi? Bo'ldi, nurg'un inqiloblar bo'ldi. Ammo hammasi uchun mag'lub bo'lib ketdi. Eng oxirida Allohning kalomi bilan yetgan vaqtida bu 91-yilda anki mustaqil bo'lib qoldi. Endi buning bilan ashaddiy odamlar sen hech nima qilolmading desak to'g'rilanda bo'lmaydi. Uyg'ur tashkilotlari ozlikdan ko'paydi, kichiklikdan cho'ngaydi, ojizlikdan buyuklandi. Bizim teşkilatlarımızda hazır parlamentler tanıydıgan buldu. BDT'ler kiraylaydıgan buldu. Uygur meselesi dünyadaki çok bir siyasi mesele buldu. Endi ilgili vakitlarda diyordu. Mesela 58'lik kırgınçılık bulmadı mı memleketimizde? Nurg'un qirg'inchiliklar bo'lib ketdi. 60-yillik qirg'inchilik bo'lmadi mi? Nurg'un qirg'inchilik bo'ldi. Bu irqiy qirg'inchilik bugun emas, 1881-yildan tortib bo'layotgan qirg'inchilik bu. Ammo bizning chet ellarda bugünkidek Uyg'ur xalqining isil o'g'lonlari, bugünkidek isil qizlari bo'lmaganligi uchun bizning ashu tatgan zulmlarimiz, ashu fojialar hammasi ashad bislib qoldi. Endi bugun Alloh taolo shunda bir rahim shafqat qilib, mush fojianing oldida bizniki kurashgan o'g'il qizlarimizni chet ellarga aytib ketgan. Shular murgitirib, parlamentlarda yig'lab, ko'chalarda namoyish qilib, universitetlarda leksiya so'zlab, mushta qilganligi uchun bizning azob oqibatlarimiz dunyo anglab muayyan bir ko'lam hosil qildi. Mana shu natija bo'lmadi. Aynan keyin Xitoy o'zini nayt madaniyatlik, oq ko'ngil, yumshoq, siliq sipoya, hech kim zankash qilmaydigan bir millat, bir hokimiyat deb tonishtirib qo'ygan 70 yildan yog'i. Bizning tashkilotlarimiz mush qisqagina 5-10 yilning ichida Xitoyni dunyodagi eng razil, eng iflos, eng ashaddiy bir qonxo'r bir hokimiyat qilib buni tushuntiradi. Mana bu natija emasmi? Anundan keyin Xitoy
Bizning xalqimizni so'stava bilan qirib o'tish uchun lagerlarni yasab, uning qishin o'choqlarni yasab bo'lgan. Tamamen qirib yo'q etmanda. Bizning tashkilotlarimizning, inqilobchilarimizning kech kunduz jafoliq emgak qilishi bilan bizning masalamiz dunyoviy masala yo'q. Mana butun dunyo hozir Xitoyning keketigidan tutdi. Erkiy qirg'inchi, o'g'ri, jallat deb Xitoyning qo'lidan tutdi. Shuning bilan Xitoy qanday qildi? Mudofaaga o'tdi. Bu kasbiy tarbiyalash o'rinlari, bu adam qirib, adam o'ldirgan ya emas. Biz bu Uyg'ur xalqini kasb tarbiyalayapmiz. Andaqdi, mandaqdi deb anandakin bir qism Uyg'urlarni o'zim ish qilib chiqarib, bir qism Uyg'urlarni o'zim ancha-muncha bir rahat kunlarga beygizib, o'zini pardazlashdan iborat ma ko'chaga o'tdi. Lekin bizni tamoman yo'qotib o'tishdan hozir o'zini pardazlaydigan ko'chada turyapti. Mushu inqilobchilarimizniki tashkilotlarimizning natijasi emasmi? Shuning uchun bir adil, bunday haqqoniy, bir mantiqqa uyg'un, bir aqlga uyg'un baho berish kerak. Şunaqa aka, naydi to'g'ri dedingiz. Hamda bir şekilde xizmatlar o'ttirdi mavjud. Kimning nima ish qilayotganligi, nima ish qilayotganligi, qila oladiganligi ham mavjud. Buni siz degandek bir madaq adolat ko'zi bilan qaragan odam buni ko'ra oladi. Chunki u siyosiy faoliyatchilarimizning, tashkilotlarimizning qilgan xizmatlari sosyal medialarda qilib bo'lgan xizmatlarini oshkorlash va shaklda bir xabar shaklida berib bo'lsa-mu, nima qilyapti? Demak, siz degandek mush tashkilotlarimizning harakat qilishi bilan dunyoning har qaysi yerlari tashkilotlar o'zining imkoniyatiga yarasha hozirgidek shu xalqarodagi cho'ng davlatlarning kun tartibida bo'layotdi. Mana dushanba kuni Avstraliyada bo'ladi. Anandan keyin oldimizda kunlarda Angliyada bo'lmoqchi. Hozir Amerika, Kanada, Gollandiya irqiy qirg'inchilikda parlamentlaridan yuqori ovozga erishib buni tasdiqladi. Demak nima deganda hozir Yevropa allariga asosda kengayotdi. Demak nima deganda mushu kengayish bilan taqdim bo'ldi deganda siz deganda Xitoyning gilini texmi siqdi degan. Bu kengayib bo'lgandan keyin anandan keyin buning qarta Xitoyning pozitsiyasi qarta turibchi buning jazo yurgizgan bo'ldi. Jazo yurgiz iqtisodiy jihatdan bo'lamdi, ya harbiy jihatdan bo'lamdi. Bu asosda nima inshaalloh. Biz zulmga uchraguvchi bo'lg'achqa biroz oldiraydi ekanmiz. Biroz taqozo bo'ldi ekanmiz. Chunki xalq hamisha bir gapni qistirib keldi meniki yanicha Nabija ukam. Maniqa o'qitish fikrlarga, o'xshamagan fikrlarga hargiz qarshi emas. Qarshi emas. Ammo lekin aytganda, tuhmatxo'rlikqa, yolg'onchilikqa, saxtipazlikka qarshi. Izchil holatda shunga qarshi turib kelyapman. Burunmi qarshi turdim, bugunmi qarshi turaman, kelgusimi qarshi turaman. O'qitish fikrlarga emas, abaqada tuhmat, yolg'on gaplarga qarshi turishimiz kerak. Inqilobchilarimizni qo'g'dishimiz kerak. Tashkilotlarimizni qo'g'dishimiz kerak. Hamma tashkilotlarimiz, hamma inqilobchilarimizni qo'g'dishimiz kerak. Masalan, o'tganda surgundi hukumat xalqaro sudga beramiz deb pul yig'di, endi adresi. Bizning o'sha bir kichik jamoatimiz bor, jamoatlab yashaymiz. Biz uchun surgundi hukumat Salih Xudoyorning tashkilotimi o'xshash biz uchun qimmatli. Biz kuchimizning yetishicha 700 yevrodek pulni yig'ib ularga berdik. Keyindan Dunyo Uyg'ur qurultayı az zamandan keyin biz xalqaro sudga beramiz dedi. Biz yana Dunyo Uyg'ur qurultayini qo'llab 500 yevrodek pulni yig'ib bizning jamoatimizda ularga berdik. Biz hamma inqilobchilarimizning tashkilotlarimizni yoqtirishimiz kerak. Ularni o'zimizning qarindosh deb bilishimiz kerak. Anandan keyin ularga tanqid bergan vaqtida, uning qilayotgani bir inkor qilish emas. Qarindishim, ma qarindosh tashlab, ma ishni qilibdi, ma ishni amma qilolmayapti. Balkim moliya kuchi ya odam kuchidan qilolmayotgan bo'lishi mumkin. Musha qilolmayotgan ishni biz qilgani o'rnimizdan qo'yibdik desa, oltin uzukka ko'z qo'ygandek haqiqiy bir musulmonning so'zi bo'ladi. Ma tashkilot o'tishini nima ish qilibdi? Hammanglar maya kelinglar. Mana biz xalqni manda yetaklaymiz deganning o'zi qip-qizil yolg'onchi. Qip-qizil ishni qilolmaydigan odam shu. Agar men deymanki, sen qilamisan 20 yil 30 yil nima ish qilding sen? Bunda bo'lsa, bir to'rt odamni bir akida bir ustanni qo'yib bir ish qildingmi? Biz avval xalqning gapiga oldinib ketmay, shu jaranglik vaqirayotgan, dabdabalik so'zni qilayotgan odamning aslida nima ish qilganligini bir sursur qilishimiz kerak-ku. Nima ish qilganligini. Men germanlarda bir maqol tamsil bor ekan-ku. Bir adamning diginiga emas, qig'iniga qara debdi. Avval buni qig'ini qarashimiz kerak. Jamoatga men shuni deyman. Bir adamning dabdabalik mashhur so'zlarni qiluvchi ancha muhim emas. Muhimi shu adam burun nima ish qiladigan, hozir nima ish qildi? Mana ma'u eng muhim. Shuni qarab,
Madem ma işini kılalayken. Mesela ticaretli mi? Siz birisinin kışına ma 100 milyon verip dure. Ben bir işini kılmak istedim. Desek ben bir ticaretçi olsam, ben bir asas tikilge adam olsam, hak korkmayın bana 100 milyon, 200 milyon verirdi. Ben burun 10 tin pul tip bakmagan. Dadamның pulunu yep şüken bir evga olsam ben bir hakını kışırıp ya ben milyon verip durayım. Ben banda işini kılat demsek biz hak işlenmedi, beğenmedi. Bu ilgini 10 tin tip bakmagan bir işleme. Bunun milyon verip kalsan pulunu külki taşıyıp etkende bir şumanda beğenmedi o. Bazı adamlar 1 milyon mu verip durarlar. Ne için? Abi bir iş kıgan. Şunun için bizim o tor toplada onda vatıldap durup bakın meşhur caranlık gaplarını kılıp debdebeli gaplarını kıvatka adamlarınki burun ne iş kıgan? Kanda bir işler bu adam kılalıgan. Manıqımı halkımızdaki bir karab anandıkin onun debdebelik meşhur gaplariga işlensek olurdu. Halkımda deydigan gapim şu benim. Şundaq aka, to'g'ri deysiz hamda hamda ham deganimizdek xalqimiz anglapla mayajanlab ishib ketadigan manda bir umumiy kayfiyat bor ekan. Shunga En çok hatalık şu bizde. xalqimizmi bir bara hozir mazhabda 2015dan qilsak 6 yil bo'ldi. Yaqin hayotga. Hamda mushda tavlangan bo'lishi mumkin, ammo xalqimizda bir narsaga abam deganimizdek ishtik siz degandek o'sha odamning nima ish qilayotgan, mayli tashkilot bo'lsin, mayli shaxs bo'lsin, uni qarmaylam ishlanib qoldigan ishlari biroz ya'ni uningdan biroz taraqqiy qilib hozir biroz bilyotidi. Chunki xalqning ko'zimman aningdan keyin bir şekilde qar bilan oqni kimning haqqani emas ishlarini qilayotganligini sotsial mediada ko'rib tunayotgan ekan. Bundan qarta biroz hushyorligim o'syapti deb qarayman. Yana bir savolim aka, sizni vaqt munosabati bilan qilib qoldim. Yana bir savolim shu, hozirgi mavjud tashkilotlarga sizning qanday bir maslahatingiz yoki takliflaringiz bor? Buni anglab etsak. Endi mevcut teşkilatla paralel bir koça kırvamısa deb qarayman menda. Paralel bir koça kırvamısa. Abay deganda mao teşkilat mama ishni qilibdi. Mama ishni qilamabdi. Men mushu teşkilatlarimiz qilanmagan mao ishni men qilay. Degan koça kirsa bu bir. İkinchisi biz o'xshamagan fikrlarni hurmat qilishni bilsak-da, hurmat qilishimiz. Endi töhmet qilib odam tilamagandan boshqa so'zlarning hammasi yaxshi so'zlar. Yaxshi so'zlar. Sokratdan bir gap bor, meni Sokrat qilgan narsa mening tanqidchilarimdir degan. Meni mushu natijaga erishtirgan narsa mening tanqidchilarim. Bu tanqid nihoyat yaxshi, bak qimmatli narsa. Ammo samimiy rost bo'lsa, bu shu qadar qimmatli narsa. Shuning uchun deymanki, tanqid berganda bizning tashkilotlarimiz qabulab ketmasa, tanqid bergan odamni dushman ko'rib olmasa, u o'zining do'sti. Ba'zi tashkilotlarga tanqid bersangiz, samimiy tanqid qilsangizmi, o'ziga xato ilib, hadab sizga qarshi turadigan qarshi maydonga o'tib oladi-da, bizni dushman ko'rib. Dushman ayada. Xitoy bizning dushmanimiz. Endi men to'r to'plab bir odam Uyg'urim. Meni tillab siz deysizmi? Bir odamga men qarshi gap qilmayman. Nima? Men Allohga va'da bergan mening dushmanim Xitoy. Xitoydan boshqa dushmanim yo'q. Demak, bizning qarindoshlarimizda aynan bir ruh bo'lishi kerak. Fikrimiz o'xshash bo'lmagan odamlarni yomon ko'rmasak, tanqid bergan odamlarni yomon ko'rmasak, bu bir anakin paralel tashkilot qurib olgan, paralel xizmat qilgan ko'cha kirib olmay. Demdi. Mao tashkilot bir xizmatni qilib, natija yaratib, kishilar voy, ma anda oldu degandiklar, yana bir tashkilot, ko'pam o'tiramay qoldi ekanda, o'tiramay qoliblar, onadiki, voy, uning qilgani asli biz qilgan u ishni. Biz manda qilgan. Bu nima tushuntirdi? Bir hasadxo'rlik bor bu yerda. Bu hasadxo'rlik bizning qilayotgan butun amallarimizni ko'ydiradi. Payg'ambar alayhisalom shunday degan, hasad qilmanglar, hasadxo'rlikni iptashinglar, sening yaxshi amallaringni shu o't quruq o'tini ko'ydaganda ko'ydiradi degan. Shuning uchun ma qarindoshlarimiz ma ishni qilibdi. Ma ishni qilolmabdi. Balki odam kuchi, balki moliya kuchi bilan buni qilolmagandir. Biz bu ishni qilaylik deydigan bo'lish kerak. Masalan, hozir musulmon mamlakatlarga mushu videolarni ishlab, musulmon xalqlarga inglizcha, arabcha, turkcha, o'zbekcha, qirg'izcha mana shunday videolarni ishlab 5 minut 10 minutda mush nihoyat katta xizmat. Bizning derneklerimiz
Teşkilatımız birbiriyle ağ koçak kırılmay. Bazen bana muşu hizmetli kısı buludu. Kılıdıgan nurgun hizmetler var. Nurgun hizmetler var. Şunun için paralel koçudur rekabet işi var. Ala kılanmıgan işlerini kılıp halkın netice yaratıp Allah'ın altından bir katı netice yaratıp mehriban Allah'ın bir yaş görüşüge erişip kıyamet günü bir nurluk yüzüm bilen ornumdan turay deydiğen koçak kirse bir şey hiç kadar pitni basatçılık kalmaydı. Şunaqa ekan, nayt yaxshi taklif berdingiz. Anandaki yana birisi ham o'sha tanqid qildiganligim, o'sha tanqid qiluvchilar nayt yaxshi dedim, yaxshi tanqidiy fikrlarni berish, ammo ba'zi tanqidchilarda haqorat tushunilib oladigan bir ishlar olib qilyapti. O tanqidchi emas, o haqoratchi. Haqoratchi. Ya tanqid qilgan bo'lib bilib, Allah oldida Teala dedi. Allah Kur'an'da dedi. Suhanchilar vay dedi. Allah suhanchilar vay dedi. Ular şu suhanchining dardini tatidi. Ular menvatgan yo'li haq bo'lmagandan keyin hamon tutishdi. Masalan, biz bir odamni os beshimizni ko'tarib voy palonchi pokunchi devasak uning qalbini Alloh bildi. Alloh yoqtirmagan bo'lsa u odam oxiri ustiga chiqib yana shalaq qilib pastga chiqiblar shunaqa ses tuxum chiqilganda chiqilib rasvo bo'lib ketdi. Biz bandini oldigan bilan Allohni oldiolmaymiz. Ba'zi narsani biz yoqtirmaymiz, ammo Alloh uni yoqtirmaydi. Ba'zi narsani biz yoqtirmaymiz, ammo uni Alloh yoqtiradi. Shuning uchun biz Alloh yoqtirgan ko'chaga, ko'rsatgan ko'chaga kirsak, g'alaba bor bizning ishimizda. Hozir biz Xitoyni mag'lub qilolmayotganimizning sababi kuchimizning ojizligi, qurol texnikamizning pulimizning yo'qligi emas. Bizning ixlosimizning pokizligi. Ondan keyin tirishib mushu inqilobni umumimizda qilolmayotganligimizdan bo'layotgan ish bu yerda. Agar biz Allohning yo'li bilan rasmiy Alloh ko'rsatgan yo'lda ashtaq pokiz Allohning rizoligi uchun bir-birimizni qarindoshlab qilib boqayli, Xitoy yo'qotamiz. Chunki g'alaba Allohning qo'lida, kimga mansub qilishni Alloh o'zi belgilaydigan tursa, biz nimadan qo'rqamiz? Chunki bizda haq bor. Haq keldi, batil yo'qoldi. Batil tavuzdek, haq teriqdek bo'lsa, teriqdek haq batil yo'g'on tavuzdek batilni yo'qotadi. Buni biz bilishimiz kerak. Shunaqa ekan. Demak, shu siz degandek tanqidchi bilan haqoratchini farqlantirishning muhimi hamda boshda tanqid shaklida tushunib turiblam, keyin haqorat tusiga tushib ketadigan insonlarning kishilik hurmatiga, hatto oila tabobitlariga til soladigan mana insonlarmi yo'q emas aramizda bor. Shu hozir siz degandek tanqidchi bilan haqoratchini farqlantirish nihoyat muhim ahamiyatga ega. Rahmat aka. Eng oxirgi bir savolim aka. Eng oxirgi bir savolim shu hozirgi masalan shu inqilobchilar deymiz, siyosiy faoliyatchilar deymiz. Mayli shu bundan keyin chiqadigan qarindoshlarimiz bo'lsin va yoki burun xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz bo'lsin. Hozirlashga tegishlik qanday bir axloq fazilatga diqqat qilish kerak yoki shuni hozirlash kerak, bu to'g'riliq so'zlab bersangiz. Bu gaplarni men takrorlanib o'tdi. Avval inqilobning xarakterini biz o'zimizning dinida ko'rsatdik emasmi? Bu inqilobni bir ibodat dedik, bir cho'ng siyosiy katta bir ibodat dedik-da. Endi mushniki mevasini yeyman, natijasini men Allohning dargohida ko'rman degan eng avval bu inqilobni cho'qim har qanday bir inqilobchi ibodat deb bilish kerak. Birinchi qilgan ishimizda. Andan keyin buningcha yana bir axloq Allah bizga buyuribdi, Allohning roziligi uchun qilaman buni deb o'tirib chiqish kerak. Andan keyin inqilob ustidagi barliq qarindoshlarimizni, vatanparvar, millatparvar, asl qarindoshlarimizni yana haqiqiy qarindosh do'stlarimizni haqiqiy bir qarindosh deb bilishimiz kerak-ku, bilishimiz. Andan keyin fikrlarning o'xshamasligiga keng qo'saqlik bilan to'g'ri muomala qilishni o'rganishimiz kerak-ku. Şu vaqtida bizda hasadxo'rlikmi tugaydi, ishchi yomonlikmi tugaydi, inoqsizlikmi tugaydi, hamma narsa tugaydi, hamma narsa o'zining retiga tushadi. Endi mendan yana bir oxirida deb qo'ydigan yerim, endi bizda shu inqilobni endi elib berayotganlar 70-80 yilning oldida elib berayotgan
Mesela İsa Yusuf alıp tekin, Ahmet Can Kasım ve onun tekin Abdülkadir Damullah bizden aldığımızda ötken bizden inkılapçılarımız var. Mesela inkılapçılarımız. Yani muşu adamlarının ki baha belgende muşu insanlarda yani mani üzem ahirde kıstırıp koyamadılar. Üzerine kallamı geldiğinden neyse yani bu tor toplada bir hata xahiş mevcut. Muşu inkılapçılarga doğru muamele kılamayotgan. Bular tarihi şəxslər. Tarihi şəxslərə doğru muamele kılamayotgan ahvallar mevcutçu. Şunun için muşu inqilabçılarga hemisi doğru muamele kılışını öğrenişimiz gerek. Endi bularniki kılıvatgan ilgili inqilab kılıp ötken adamlarniki inqilab yollarda, küreşlerde nurgun okşumaslıklar var. Elbette bularning hammasi bir meseleninki bular bir neçe xil yeshitish yo'lida manganlarda. Mesela Ahmetcan Efendi aynı vaxtda 3 ayet devrinde endi o bir inqilabçı endi. İnqilabçı. Endi Muhammed Emin Buğra yani bir inqilabçı. Endi ikisi adam menatgan yol o'xshash emas bir-biriga düşmandek ko'rindi. Amaliyotda biz oshlarni dushman qilolmasligimiz kerak. Bir meseleninki ikki xil hal qilish yo'lini tanlagan inqilabchilar. Allah ularning ajrini bersin. Bir meselenin ikki xil yo'lini tanlagan inqilabchilar. Bu bir ketdi. Andan keyin ba'zi tarixiy shaxslarga biz baho berishga hozir ojizlik qilamiz. Chunki bizda haqiqiy materiallar yo'q. Endi vatanimiz qo'limizga kelgan vaqtida, mustaqil vatanimizga olgan vaqtimizda, andan keyin nurg'un chet mamlakatlarning arxivlarida, ambarlarda saqlanayotgan inqilobchilarga munosabatli chin ras nurg'un materiallar bor. Chin ras nurg'un shaxslar bor. Endi shular qo'limizga mufassal kelganda andin Bismillahirrahmanirrahim deb ularning haqiqiy ahvollarini shu vaqtida to'g'ri hukm chiqarib, to'g'ri xotirlayoladi bizniki tarixchilarimiz. Shuning uchun hozirgi ahvol ostida qo'limizda hech qanday material yo'q. Uni bekadan bekaga andaqti, mamandaqti deb musulmon adab anda gap qilaversak to'g'ri bo'lmaydi. Chunki har bir og'izimiz so'zimizni farishtalar yozdi. O yozib bo'lgan so'zni kendin o'zgartirolmaydi. Shuning uchun gap qilgan vaqtida bo'libmi tarix shaxslarga gap qilgan vaqtida adil, to'g'ri, aldirma, ig'ir bilsak, adil haqqoniy bo'lishini qarindoshlarimdan umid qilaman. Hamda chunki Xitoy tajovuzchilari mana bir yili qo'llanadi. O'zininki hech qanday bir natija yaratmagan sisiq Xitoylar deganni maqtab uchirib, ko'tirib, ular haqida nurg'un kitoblar yozadi. Nima shunday qiladi? Xitoy xalqining ruhini urg'itimiz, ruhini tiklaymiz deb shunday qiladi. Endi Uyg'ur xalqiga kelgan vaqtda qanday qildi desa, shu o'zining ishbiyon jasuslari orqali bizning inqilobchilarimizni, olimlarimizni, büyük adamlarimizni kichikini bir kamchiliklarni tepib, mümkün qadar ashuni sistib, ashuni shapaqning o'rnida tashlayman deydi. Bizning ichimizdagi ba'zi aqlsiz adamlar desa, ana shu do'mpaqqa usul o'ynab, ashlar bilan teng bizning inqilobchilarimizni sistib yurdi. Büyük adamlarimizni sistib yurdi. Bu orqali millatning irodasini sundirib. Andan keyin yosh avlodlarni yetaklab mangadigan mayakni ayerdan sundirib tashlaydi. Bularning xatarlik taraplari mana mushu. Biz buni hushyor bo'lishimiz kerak. Shuningga mayli bugun, mayli ilgirki inqilobchilarimizga hurmat bilan qarashimiz kerak. Ularni izzatlashimiz kerak. Ularning hisobini mehribon Allah dunyoga borganda oladi. Ularning haqiqiy ahvolini vatanimiz ozod bo'lganda tarix kitoblarga yozamiz. Shuning uchun mayli Ahmetcan Efendi olsun, mayli Abdülkadir Damullah olsun, kim bo'lsa biz ularni hurmat bilan tilga atishimiz, avlodlarimizni bizning ishimizda manda büyük adamlar o'tgan deb hech umid deganda avlodlarni tarbiyalashga keraklik bir bayroq qilib tishlash bo'lsa asqatdi bizning shu qarindoshlarimiz. Allah to'g'risini bersin. Rahmat. Amin. Aka amin. Allah razı olsun aka. Sizin kıymetli vaktinizni ep koydum. Bir saatlik davamlaşıp gitipti bu programımız. Yok, rahmet. Sizin şu fırsatlarını belginizden hoş buldum. Bir yana sözlerimde elbette benim sözlerimde epey şükür diyecek doğru hatalıklar var. Sevimli qarindoshlarımninki tanqidi muomala qilishini için yuragimdan umid qilaman. Buldu aka, rahmat. Allah razı olsun. Bo'ldi ukam, rahmat. Allohga emanet. Allah'a emanet. Hürmetli görürmenler, bugünkü programımız müşahede oldu. Hammanın körüp berişini, hem de takip koyuşunu ümit kılma. Şundakla kanalımızga azab oluşanlarını Allah halisa tirişçanlığımız bilen kündüz yeni söhbet uğurlaştırışıp tırışıvattımız.
Allah'ın izni bilen hazırkı Şarkı Türkistan meselesi ve dünyanın har qaysi yerlerinde gün tertip bolayotgan nurg'un meseleler var. Şularni naq maydonda, vaqtida hem xalqimizga bilishga tegishli masalalarni vaqtida anglatish uchun mushundaq sarxillarimizni ekranimizga taklif qilib ziyorat qilishimizni davomlashtiryapmiz. Shunga har bir qarindoshlarimizning takror deydiganim sizlarning bizga qildigan yordaminglar shu. Qanimizga a'zolab qo'ying, tarixib qo'ying. Bu sizning bizga qilgan eng chong yordamimiz. Andan keyin salih duolaringizni yod etib qo'ysangiz texmi xo'sh bo'lasiz. Hammanglarga Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.